Bugun men sizlarga Satcharisdan qanday qilib To'g'ri vodopadiga to'g'ri chiqish yo'lini ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek o'ng qo'lingizda yo'l va chap qo'lingizda ko'prik keladi. Siz albatta bu yerda o'ng qo'lingizdagi yo'lni tanlashingiz kerak. O'ng qo'l yo'l bilan ozgina yurganingizda Oqbuloq avliyosiga duch kelasiz va ozgina ko'tarilganingizda ko'rib turganingizdek yo'l ikkiga bo'linadi. O'ng tarafga yursangiz adashasiz. Siz chap tarafdagi yo'lakcha orqali yo'lni davom ettirishingiz kerak. Yo'lakcha orqali ozmuncha yurmasdan kichkina sharsharamizga duch kelasiz va yo'lingizni davom ettiring. Ko'rib turganingizdek chiroyli manzaralar orqali ikkinchi sharsharamizga ham yetib keldik. Bu bizning ikkinchi sharsharamiz. Bu esa uchinchi sharsharamiz. Uchinchi va to'rtinchi sharsharing o'rtasida suv ikki tomonga bo'linadigan joy keladi. Bu joyda o'ng qo'l tomonga yurmasligingiz kerak va ko'rib turganingizdek suv bo'ylab chap tarafga yuramiz. O'ng qo'lga ketadigan yo'lakcha bu sizni adashtirishga olib boradi. Chap qo'l bilan yursangiz nihoyat 5-sharsharamizga kelasiz. 5-sharshara va katta sharshaning o'rtasida yana yo'limiz ikki tomonga bo'linadi. Bu yerda tanlov o'zingizdan. Suv bo'ylab yoki o'ngga tepaga chiqish. Agarda siz o'ng qo'lni tanlasangiz, ko'rib turganingizdek sharsharaning chap tarafidan chiqib borasiz. Agar siz suv bo'ylab chap taraf bilan yursangiz, bu joyda suv yana ikki tomondan tushadigan joy keladi va siz chap tarafga yurmasdan ikki suv o'rtasi bilan chiqib ketishingizga to'g'ri keladi. Endi esa mazza qilib sharsharani tomosha qiling.